Xitoy futbol menejmenti o'z vaqtida OFA rahbariyatiga qaraganda ancha qattiqqo'l, ayyor va pragmatikroq harakat qilgan. Fabio Cannavaro bilan ishlashdagi Xitoy tajribasi milliy federatsiya va klublar manfaatlarini yuridik jihatdan qanday himoya qilish kerakligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Xitoyliklar Cannavaroni shunchaki jazolashmagan, balki shartnomalarni shunday tuzishganki, italiyalik mutaxassis yomon natijalar uchun osonlikcha ko'p millionlik tovon pullariga umid qila olmas edi. Xitoy tomonining donoligi nimada edi? Shartnomani bekor qilish bo'yicha qat'iy bandlar. Termination clauses. Xitoy futbol assotsiatsiyasi Cannavaro bilan muzokaralar olib borayotganda, agar jamoa qo'yilgan turnir vazifalarini bajara olmasa, murabbiyni hech qanday tovon puli to'lamasdan ishdan bo'shatish imkonini beruvchi bandlarni kiritishni talab qilgan. Cannavaro buni hurmatsizlik deb hisoblab, Xitoy terma jamoasi bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashdan bosh tortgan va unga darhol kafolatlangan to'lovlar taklif qilingan O'zbekistonni tanlagan. Guangzhou Evergrande'dagi ultimatumlar. 2019 yilda Cannavaro qo'l ostidagi klubda pasayish boshlanganda, rahbariyat uni ishdan bo'shatgani uchun tovon puli to'lab o'tirmadi. Buning o'rniga uni vaqtincha jamoani boshqarishdan chetlatib, Evergrande kompaniyasining bosh qarorgohiga korporativ madaniyat kurslariga majburiy ravishda yuborishdi. Bu murabbiyni o'z talablarini qayta ko'rib chiqishga majbur qilgan kuchli yuridik va psixologik bosim edi. O'zaro kelishuvga ko'ra shartnomani bekor qilish 2021 yilda Xitoy futbolida inqiroz boshlangandi. Guangzhou klubi Cannavaro bilan FIFAda ko'p millionlik sud mojarolarisiz xayrlashishga muvaffaq bo'ldi. Uzoq davom etgan muzokaralar orqali ular italiyalikni 2023 yilgacha amal qilishi kerak bo'lgan shartnoma bo'yicha kafolatlangan to'lovlarning bir qismidan voz kechishga majbur qilishdi. O'zbekiston bilan qarama-qarshilik, kontrast. Xitoydan farqli o'laroq, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi (OFA) murabbiyning nufuziga uchdi. Ular Cannavaroga jamoaning 2026 yilgi jahon chempionatida qanday ishtirok etishidan qat'i nazar, kamida dastlabki 2 yil uchun to'lovlarni kafolatlaydigan 2-3 ko'rinishdagi shartnomani taklif qilishdi. Natijada O'zbekiston tuzoqqa tushib qoldi. Murabbiyni hozirning o'zida ishdan bo'shatish unga juda katta miqdorda jarima, tovon puli to'lashni anglatadi. Xitoy esa o'z vaqtida bundan oqilona sug'urtalangan edi. O'zbek futboli uchun bu juda alamli holat. Ko'plab muxlislar va ekspertlarning fikricha, Fabio Cannavaro va Odil Ahmedov o'z manfaatlarini ko'zlab, haqiqatdan ham hammani, birinchi navbatda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini va millionlab muxlislarni aldab ketishdi. Ularning ushbu taktik va yuridik ayyorona yurishini 3 ta asosiy jihat bilan tushuntirish mumkin. Shartnoma uchun ideal vaqt. Cannavaro terma jamoa JICH 2026 yo'llanmasini deyarli naqd qilib bo'lgan tayyorga keldi. U saralash bosqichida hech narsani tavakkal qilmadi, lekin darhol jamoani jahon chempionatiga olib boradigan g'olib murabbiy maqomini qo'lga kiritdi. Moliyaviy tuzoq. Italiyalik mutaxassis Xitoydagi kabi qat'iy shartlardan qat'iyan bosh tortdi. Chunki u Ahmedov boshchiligidagi OFA rahbariyati PR uchun jahon darajasidagi yulduzni olib kelishni juda ham xohlayotganini bilardi. Natijada u o'zi uchun ulkan tovon puliga ega bo'lgan 2-3 ko'rinishdagi mustahkam shartnomani qo'lga kiritdi. Endi hatto barcha o'yinlarda yutqazgan bo'lsa ham, u yo lavozimida qoladi, yoki cho'ntagida millionlab yevro tovon puli bilan mamlakatni tark etadi. Obro' bilan niqoblanish. Odil Ahmedov ushbu tayinlovni olga surish va jamoatchilikni tinchlantirish uchun terma jamoaning afsonasi sifatidagi o'zining ulkan ta'siridan foydalandi. Ushbu jahon chempionatiga chiqishni mehnatlari bilan isbotlagan mahalliy murabbiylar, Timur Kapadze, shunchaki chiroyli rasm va jarangdor ism uchun chetga surib qo'yildi. Yakunda terma jamoa yirik mag'lubiyatlar va guruhda so'nggi o'rinni qabul qilib oldi. O'zbek futboli esa vayron bo'lgan o'yin tizimi va xorijiy shtab shartnomasi bo'yicha ulkan qarzlar bilan qoldi. Fabio Cannavaroning 2019 yilda Xitoy milliy terma jamoasi bosh murabbiyligidan ketishi ommaviy axborot vositalarida sharmandali qochish sifatida baholangan. Rasman u oilaviy sabablar va vaqt yetishmasligini vaj qilgan bo'lsa-da,
parda ortidagi haqiqiy tafsilotlar mutlaqo boshqacha bo'lgan. Kannavaroning Xitoy terma jamoasidan bosh olib ketishiga quyidagi omillar sabab bo'lgan. 1. Xitoy Kubogidagi sharmandali natijalar 2019 yilning mart oyida Kannavaro Xitoy terma jamoasiga vaqtinchalik interim bosh murabbiy etib tayinlandi. Biroq uning debyuti o'ta muvaffaqiyatsiz chiqdi. Oz uylarda o'tgan Xitoy Kubogi turnirida Xitoy terma jamoasi dastlab Tailandga 1, keyin esa aynan O'zbekiston terma jamoasiga 1 imkoniyatni boy berdi. Natija: Xitoy Oz turnirida 4 ta jamoa ichida eng so'nggi o'rinni egalladi. Muxlislar va matbuot Kannavaroni o'yin.uz ikki stulda o'tirish imkonsizligi Kannavaro terma jamoani boshqarish bilan bir vaqtda Xitoyning eng boy klubi Guangzhou Evergrande bosh murabbiyi ham edi. Klub rahbariyati va muxlislari uning terma jamoaga chalgayotganidan va klub o'yinlarida ham pasayish boshlanganidan qattiq norozi bo'lishdi. Qochish qanday amalga oshdi? Matbuot va muxlislarning keskin bosimi hamda Xitoy Federatsiyasining qattiqqo'lligini ko'rgan Kannavaro turnir tugaganidan bir oy o'tib 2019 yil 28 aprelda Xitoyning Weibo ijtimoiy tarmog'i orqali kutilmagan bayonot berdi. U o'z xatida Xitoy kabi buyuk davlatga bo'lgan hurmatim tufayli terma jamoadagi lavozimimdan voz kechishga qaror qildim. Ikki tomonlama majburiyat oilamga vaqt ajratishga imkon bermayapti, deb yozdi va mas'uliyatdan qutulish uchun shoshilinch ravishda terma jamoani tark etdi. Amalda u shunchaki terma jamoani jij saralashdagi muqarrar muvaffaqiyatsizlik va og'ir shartnoma majburiyatlaridan saqlab qolish uchun tashlab ketdi. Umuman murabbiy sifatida olganda ham Fabio Cannavaroning faoliyati xalqaro darajada o'rtacha yoki kuchsiz deb baholanadi. Uning buyuk futbolchi bo'lgani unga top klublar eshigini ochgan bo'lsa-da, taktik jihatdan u hech qachon dunyoning eng kuchli murabbiylari qatoriga kira olmagan. Uning murabbiylik faoliyatidagi tizimli kamchiliklar va muvaffaqiyatsizliklar umumiy tahlili quyidagicha. 1. Faqat tayyor va juda boy klublarda natija bera oladi. Cannavaroning murabbiylikdagi yagona yirik muvaffaqiyati Xitoyning Guangzhou Evergrande klubi bilan bog'liq 2019 yilgi chempionlik. Biroq o'sha davrda bu klub Xitoyning eng boy jamoasi bo'lib, tarkibida Paulino, Anderson Talisca kabi ko'p millionlik braziliyalik yulduzlar o'yin taqdirini hal qilardi. Cannavaro ketgach, Luis Felipe Scolari kabi murabbiylar xuddi shu jamoa bilan ancha yirikroq natijalarga, Osiyo Chempionlar Ligasiga erishgan. 2. Kuchli bosim ostida jamoani boshqara olmaydi. Cannavaro yuqori maqsadlar qo'yilgan klublarda uzoq vaqt qola olmaydi. Al-Nasr, Saudiya Arabistoni. Chempionlikni saqlab qolish vazifasi yuklatilgan italiyalik mutaxassis Boryoga 16 ta o'yindan so'ng sharmandali tarzda ishdan bo'shatilgan. Xitoy terma jamoasi, yuqorida aytib o'tganimizdek, dastlabki 2 o'yindagi mag'lubiyat va matbuot bosimidan so'ng mas'uliyatni bo'yniga ololmay, darhol qochib ketgan. 3. Yevropadagi to'liq muvaffaqiyatsizlik. Cannavaro o'zini Yevropa futbolida sinab ko'rmoqchi bo'lganida, uning murabbiylik salohiyati pastligi yaqqol ko'rinib qoldi. Benevento, Italiya, Serie B. 2022 yilda jamoani qabul qilib olgan murabbiy 17 ta o'yinda atigi 3 ta g'alaba qayd etdi. Jamoa turnir jadvalining eng quyi qismiga tushib ketganidan so'ng, klub prezidenti uni shafqatsizlarcha iste'foga chiqardi. Udinese, Italiya, Serie A 2024 yilda jamoani qutqarish uchun kelgan bo'lsa-da, klub rahbariyati uning o'yin uslubidan qoniqmay, u bilan uzoq muddatli shartnoma imzolashdan bosh tortdi. Taktik moslashuvchanlikning yo'qligi. Ekspertlarning fikricha, Cannavaro futbolchi sifatida buyuk himoyachi bo'lgan bo'lsa-da, murabbiy sifatida jamoaga mustahkam himoya tizimini ham, samarali hujumkor futbolni ham o'rnata olmaydi. U ham Gvardiolaning, ham Kloppning uslubini yaxshi ko'rishini aytadi, lekin amalda uning jamoalari tartibsiz va muvozanatsiz o'yin namoyish etadi. Shuning uchun, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo futbol hamjamiyatida Cannavaro yaxshi murabbiy emas, shunchaki buyuk nom sohibi, Griat Name, Average Touch sifatida tan olingan.
Ofa esa aynan uning murabbiylik darajasiga emas, faqatgina o'sha jarangdor ismiga uchib, xatoga yo'l qo'ydi. Siz milliy futbolimizning kelajagi uchun eng to'g'ri va asosiy strategik yechimni aytdingiz. O'zbekistonga endi shunchaki ism-sharafli yulduzlar emas, balki Osiyo va arab futbolining ichki muhitini mukammal biladigan Herve Renard kabi taktik va xarakterga ega mutaxassislar kerak. O'zbekiston terma jamoasining JICH 2026 dagi muvaffaqiyatsizligidan so'ng nega aynan Herve Renard uslubidagi murabbiylar biz uchun eng ideal variant ekanligi haqidagi tahlil quyidagilardan iborat. 1. Cannavaro va Renard o'rtasidagi fundamental farq. Cannavaro, PR va status, italiyalik murabbiy top darajadagi futbolchi bo'lgan, lekin murabbiylikda uning nomi faqat yulduzlik obro'si uchun xizmat qiladi. U jamoaning ichki salohiyatidan kelib chiqib taktika tuza olmaydi, balki o'yinchilardan o'zining tushunarsiz Yevropa falsafasini talab qiladi. Renard, taktik inqilobchi. Herve Renard futbolchi sifatida yirik nomga ega bo'lmagan, lekin murabbiy sifatida cheklangan resurslar va o'rtacha jamoalardan qanday qilib super jamoa tuzishni biladi. U har bir futbolchining jismoniy va ruhiy holatidan maksimal foydalana oladigan haqiqiy psixolog va taktikdir. 3. Nega aynan O'zbekistonga Renard uslubi mos keladi? O'zbek futbolchilarining o'yin uslubi, mentaliteti va jismoniy holati Herve Renard g'oyalariga 100 mos tushadi. Taktik intizom va jismoniy tayyorgarlik Renard jamoalaridan biridir.